Qarang. Agarda ozdirmoqchi bo'lsangiz, odamlarni bilasiz, dorilar bilan, boshqa narsalar bilan ozganda ham teri osilib qoladi. Organizmda boyagi chiqatlarni suvsizlantirib, голодовка qildirib bosib, u eng yomon narsa. Organizm hujayralari stressga tushib, naborot onkologik kasalliklarni biz qo'zg'atib qo'yamiz. Shuning uchun stress bilan umuman ozish mumkin emas. Boyagi aytgan 0% degan boya tabletkamizni ertalab turadi, bitta ichib oladi. Keyin zavtrak paytda bundan ichida ikkita korobka bo'ladi. Bittasi oq, bittasi qizil. Oq bu ichaklarda shlaklarni tozalovchi. Ham tarkibida senada bor. Oqning ichida uni ertalab ichib oladi, choy o'rniga ichiladi, yengil zavtrak qiladi. Yoki zavtrak qilmasdan turib boya kofedan bitta yoki bizlarda karditsepsli kofe bor yoki tuya suti bor. Вообще zo'ri bitta karditsepsli kofedan bitta paket tuya sutidan ikkita qoshiq solib aralashtirib ichiladi. Shunaqa buzur to'yimli napitka bo'ladi. Obedgacha даже shunaqa ham qorningiz ochmaydi. 0% nimani ichgandan keyin oldin uni ichiladi. Mana 0% ichiladi. Bu sizni organizmga uglevodlarni so'ritilishini hamda oshqozonda boya insulin ajrab chiqishini normaga tushirib beradi. Fermentlarni normalizatsiya qilib beradi. Keyin boya ovqatlanishingiz kerak-ku, och qolib bo'lmaydi deb ketdik hozir. Shuning uchun ovqatni ham o'rniga boyagi karditsepsli jenshenning tarkibida steviyasi bor, shakari yo'q. Hozir bitta yo'q. Bitta yo'q. Ertaga keladi hammasi. Boyagi kofedan bir paket, tuya sutidan ikkita qoshiq solib aralashtirib ichib olasiz deb obedgacha qorningiz ochmaydi. Ammo energiya pikda. Charchamaysiz. Masalan, men o'zim ertalab zavtrak qilmayman. Boyagi shundan bitta ichib olaman, obedgacha ishonsangiz, obedgacha 20 ta kasal bo'laman. 20-40 ta kasal ko'rib, soat 11-12 da bo'tga chiqaman, bo'tda kechqurunga ishlay olaman. Bemalol. Obeddan perekuz qilamiz majburan. Bu energiya haqiqatan ham zo'r beradi. Bu yerda ikki xil anata, bittasi ichaklarni tozalaydi, ikkinchisi esa qizil korobkada bu ichki yog'larni erituvchi. Bizlarda odamlar ozadi-ku, ichki yog' qolib ketadi. Это bomba замедленного действия. Xolesterindan baloyon battar ham ichimizdagi yog'lardan Hambob narsa ekanda. Buni esa ertalab bitta ichasiz, qizilini obedda, kechqurun ichasiz. Agar ichingiz qolsa, oqini 2 mahal, qizilidan 2 mahal ichaverasiz. Ozg'in odamlar bemalol sevaveradi. Ozdirib yuboradi ozg'in odamlar. Bu ozdirish uchun. Sizga kerak emas, bu ozdirish uchun. Menda kelaga. Anaqa yana bitta savolim, rak va kletkalarni yaxshiroq holda ushlaydigan narsalar bormi? Bizlarda ganani bilasiz, gana mahsulotini ishlatgan. Ganaderma. Ganaderma. Qo'ziqorin, gana qo'ziqorin. Dunyoda eng zo'r antioksidant svobodniy radikallarni ushlab turadigan narsa, eng dunyoda bu bitta narsani olishingiz mumkin. Bu shitake qo'ziqorini hamda qizil qo'ziqoringa teng keladigan dunyoda narsa yo'q. Именно shu qo'ziqorinlardan 3 xil qo'ziqorindan tayyorlanadigan kapsulasi bor. Ganaderma lucidum ekstrakti bor hamda kapsulirованный formasi bor. Bu mahsulotlarni iste'mol qilib yurganda boyagi asosiy buni funksiyasi svobodniy radikallar anaerob holatda yashaydi. Kislorod bo'lmaydi. Bularning asosiy funksiyasi shu boyagi kapsulasini, hujayrasini atrofini kislorod bilan o'rab qo'yadi. Kislorodni o'rab qo'yadi. Agarda onkologik kletka rivojlanayotgan bo'lsa, uni ichiga hujayraning ichiga kislorod olib kirib beradi. Buni hujayrani boyagi kapsulaning asosiy funksiyasi. Unga kislorod olib kirib beradi. Uni rivojlanishini to'xtatadi. Asosiy funksiyasi. Anaerobni ekanda o'shan. Immunitetni ko'taradi hamda insonni regularno iste'mol qilib yursa 15 yoshgacha yoshartiradi. Qizil qo'ziqorin 15 yoshgacha yoshartiradi. O'sha ganaderma mana ikkita flakonchalik bor-ku. Soppa sog'lom odam ichadigan narsa aslida batlar hammasi. Kasal bo'lmasligi uchun. Даже onkologiyada ham qancha rezultat olganmiz. Endi kasallarni davolash bilan shug'ullanmaymiz. Batlar bilan ular ham ertaga keladi. O'sha onkologiya